Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush kelibsiz. Bugun kontur o'ynaymizmi? Ha, bugun kontrchilar uchun maxsus bunaqasi umuman bo'lmagan. Bu videoda yaxshilab ko'ringlar. Yaqinroq kelasiz. Ko'rasizlar, hammasi korobka, holatlar ideal keysda bo'lgan. Monitorlarimiz sifatiga bitta baho berib qo'yasizlar. 24 lik flat monitor bo'ladi. Full HD IPS 100 Hz li monitor bo'ladi. Ko'ryapsizlar, kачестволari yaxshi. Keysimizga keladigan bo'lsak, bittadan parametr chiqadimi? Yo'q, parametr chiqmadi. Keysimiz parametri keladigan Avatech keysda bo'lyapti. Kullerlari bor, holati ideal. Protsessori Core i5 3-avlod bo'ladi. Bular 4 yadro 4 patoy bo'ladi. Operativ xotirasi DDR3 8 GB bo'ladi. Doimiy xotirasi 256 talik SSD xotira bilan jihozlangan. Bunaqasi kamdan kam bo'ladi. Undan tashqari 2 GB o'zida Nvidia GeForce GT 762 GB video kartasi bor. Bunaqasini hali obzor qilmadik. Bunaqa video kartalisini. Buni narxini oxirida aytaman. Narxini sizlarga aniq lol qoldiradi degan umiddaman. O'yinlarga qaranglar. Ko'pligini. Gita super gita, oddiy gita, o'z 3-4 xil gitalar turibdi. Bundan tashqari sniper, counter o'zimizni zoom yana boshqa o'yinlar, yana ofis ishlari, undan tashqari buxgalter sohasi, yana undan tashqari dasturchilik, trading sohalariga mo'ljallangan bo'ladi. Yana boshqa chiqayotgan zamonaviy kasblarga foydalanmoqchi bo'lganlar uchun maxsus video bo'ladi. Rosa ko'p so'ralyapti. Uyda dasturchilikni onlayn o'rganmoqchiman, YouTubedan o'rganmoqchiman deganlar uchun mana sizlarga tayyor naushniklari bilan naushnisini ham ko'rib turibsizlar, yonadigan, sifati ham zo'r. Bular game klubga qo'yishadi. Game klubga doim zo'rini qo'yadi. Atroflari yonib turadi, zvuklarni zo'r eshittiradi. Bundan tashqari klaviatura, mishka, Core hamma narsasi komplekt bo'ladi. Ko'rasizlar, Psicom brendidan, Psicom, Avatech buni ham brendi zo'r ishlab chiqarilgan. Shular hammasini komplekt sizlarga narxini $159 qilib beramiz. Menimcha bunaqa narxga hozirgi paytda Game Club sezonida bunaqa narxda hech qayerdan topa olmaysizlar. Faqat bu video YouTube'da obunachilarimiz uchun bo'ldi. Faqat shoshilishni maslahat beraman, chunki uzoq turmaydi. Chunki 24 lik bunaqa ideal monitor, bunaqa holati, ideal case, bir oylik garantiya, dastlabki xizmati, hamma narsasini ichida qilib sizlarga $159 qilib beramiz. $159lik komplektimizni ham bemalol Nasya savdo orqali olsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha istalgan hududdan chaqirtirsanglar bo'ladi. Nasya savdo yoki naqd pul orqali ham bemalol chaqirtirsanglar bo'ladi. Dastlabkilarni besplatniy qilib butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Xohlasanglar komplekt hammasini bu yerda 10 ta bor. Hozircha 10 olasini olib qo'ysanglar bo'ladi. 10 olasini olsanglar ham narxi bir xil, donalar olsanglar ham sizlarga mayli narxini bir xil qilib beramiz. Faqat shoshilinglar. Chunki ko'pchilik game klub ochaman yoki tashkiliy ishlarga yoki tashkilotchilar so'rayapti. Ular olib qo'yishdan oldin donachi oladiganlar shoshilib qolinglar. Bunaqasi uzoq turmaydi. Chunki ko'ryapsizlar, ideal hamma narsa tayyor, shunday olasizlar, ishlatasizlar, hech qanaqa rasxod shart emas. Bitta internet to'lab olsanglar, onlayn o'yinlardan ham bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Protsessori ham, video kartasi ham, Azusi ham, SSDsi ham hamma narsasi bor. Hech narsa qo'shish shart emas. Mabodo kuchaytirmoqchi bo'lsanglar, monitorini kattaroq yoki kichkinaroq yoki keysimizni yonadigan keys yoki toshini yoki platasini, video karta yoki SSD istalgan ichida aksessuarini yoki plata yoki boshqa qo'shimchalarni qo'shib berishimiz ham mumkin. O'zingizlar talabi, takliflarga binoan istalgan ko'rinishga keltirib berishimiz mumkin. Albatta, o'zingizlar sohalarga qanaqa ketishiga qarab istalganini qilib terib berishimiz ham mumkin. Yana kerakli ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bularni batafsil ma'lumotini Telegram kanaliga chiroyli qilib joylab qo'yamiz. U yerdan o'tib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyslarimiz yaqinroq rasmlari, ichki holatdan rasmlari, monitorlarimiz yana boshqa fonda, yana nimalar protsessorda ichida bor, hamma narsasini bemalol yerdan o'tib ko'rib olsanglar ham bo'ladi. Nasya savdo orqali olmoqchi bo'lganlar, aloqaga chiqsanglar yoki Telegram lichkamizga murojaat qilsanglar, u yerda qanaqa sharti bo'ladi, qanaqa holda olsanglar bo'ladi, sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Qo'ldan kelgancha sizlar tomoniga yon bosib, imkon qadar personalliklar arzon narxlarda Nasya savdo chiqarib berishga harakat qilamiz. Nasya savdoimiz holon Nasya bo'ladi. Hech qanaqa ribo, peni tug'maydi. Eng qizig'i boshlang'ich to'lovsiz. Shunday olib ketaverasizlar, 5 daqiqada ishinglar bitadi. Bunaqasi bilasizlar, doim ham bunaqa tanlov bo'lavermaydi sizlarda. Shuning uchun shoshilishni maslahat beraman. Aytganimdek, bularni hamma ma'lumotini joylaymiz. Yana qo'shimcha savolinglar, taklifinglar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozib qoldirsanglar, personalingiz xohlasanglar test qilib, bironta o'yinga kirib yoki bironta programmada ishlatib berishimiz ham mumkin. Xohlasanglar onlayn tashlab beramiz videosini, xohlasanglar virus qoldirsanglar, bularni test qilib
qanaqa o'yin o'ynashi, Gita 5 da ham ko'taradi, shunisini ham aytib o'taman. Albatta grafikasini sal pasaytiribroq o'ynasanglar bo'ladi. Yana boshqa shuni urinida o'yinlarni ham bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Programmalarda AutoCAD, Corel ishlatmoqchi bo'lganlarga ham juda ham zo'r tanlov. Ayniqsa Paint ochmoqchi bo'lganlar, yana ko'pchilik men kitob chiqaraman, printerda ishlayman deganlar ham ko'p savol bo'lyapti. Shularga ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. $159 sizlarga idealniy variant. Biznesingizda boshlash uchun mana sizlarga bitta urinish bo'ladi. Keyin mana so'zlarimizni ko'rishingiz mumkin. Korobka hamma narsasi bor bu yerda. Korobka, bunda ham korobka, mishga keltiramiz. Hamma narsa ham korobka, upakovkada deyarli uncha ko'p ishlatilmagan. SSD hamma narsasi ichlari ham ko'rsanglar, idealniy yangi qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa turibdi. Garantiyasini 1 oylikqa beramiz. Bemalol murojaat qila olasizlar. Yana qo'ldan kelgancha sizlarga ichida qo'shadigan narsalarni ham qo'shib chiroyli qilib, yana o'yin yoki programma aytgan Windows 10 mi, 11 mi qo'shib yana chiroyli qilib beramiz. Ular ham besplatniy bo'ladi. Yana savol va takliflar bo'ladigan bo'lsa, izohlarni yozib qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Yoki notebook yoki personal kompyuter qiziq bo'lsa, ularni yozib qolinglar. Sizlardan faqat bitta iltimos, like, podpiska, kommentarlarni bosib qo'ysanglar, biz yana ham aktivroq bo'lamiz. Yana ham energetniy video olishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Razer jamoasi bo'ldi. Keyingi videolar ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.